Amerika ketmoqchi, yashab turgan va yaqinlari o'sha yerda bo'lganlar diqqatiga. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabar va yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. AQSh prezidenti ma'muriyati o'z ixtiyor bilan mamlakatni tark etadigan noqonuniy migrantlar uchun mukofotni $3000 oshirishga qaror qildi. Bu haqda Ichki xavfsizlik vaziri Kristin Noem ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu mukofot 2025-yil oxirigacha ariza topshiradigan migrantlarga beriladi. Noemning qo'shimcha qilishicha, yangi yil mavsumida soliq to'lovchilar rag'batni 3 barobar oshirdi. Shunda migrantlar o'z ixtiyori bilan mamlakatni tark etishga ko'proq undaladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Tramp ma'muriyati 14 yoshdan katta bo'lgan norasmiy migrant o'smirlarga o'z ixtiyori bilan vatanlariga qaytgan taqdirda $2,500 miqdorida to'lov taklif qilmoqchiligi haqida xabar berilgandi. Shu bilan birga o'z ixtiyori bilan chiqib ketishni boshlaganlarga yo'l xarajatiga yordam ko'rsatilishi va vataniga yetib borgandan so'ng $1000 to'lanishi ham e'lon qilingandi, deyiladi xabarda. Siz bugun o'z kanalda edingiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.